yaşavatqan barlıq Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Baş ministerimiz Salih Xudoyer əpəndining Şərq Türkistan мәсьәлесе Xitoyning ichki ishi emas degan temada yozgan maqolasi 9 may kuni Yerusalim pochtasi gazetida e'lon qilingan bo'lib, maqolada mundaq deyildi. 3 may kuni Yerusalim pochtasi gazetida Xitoyning Isroiliyada turishliq bosh elchisi Sayjunning Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchilik qilmayotganligini, balki Xitoy yo'lga qo'ygan kasbiy ma'rif va tarbiyalash programmasining terrorlikqa qarshi turish tirishchanligining bir qismi ekanligini o'tirib qo'ygan maqolasi e'lon qilindi. Amaliyotda Xitoy hukumatining qilayotgani atalmish terrorlikqa, oshqunlikqa va bo'lginchilikka qarshi turishning yolg'on bahanasi bilan Sharq Turkistonda mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat siyosatini izchil ijro qilish. Hozir Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qaratgan rayimsiz vahshiyligi Amerika hukumati va Kanada, Belgiya, Latviya, Chex, Fransiya, Gollandiya va Angliyaning parlamentlari tarafidan irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilindi. 2021 yili Isroiliya yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qilayotgan vahshiylikni ayblagan bayonotga imzo qo'ydi. Sharq Turkiston ishg'ol qilingan davlat bo'lg'achqa, Sharq Turkistonning ishlari Xitoy o'zi deyvagandek Xitoyning ichki ishlari emas. Sharq Turkistonga munosabatlik masalalar atalmish terrorlikqa, radikallashishga va bo'lginchilikka qarshi turish masalasi emas, balki tashqi masala, ya'ni o'z taqdirini o'zi belgilash, mustamlikachilikni oxirlashtirish, mustaqillik, bir millatning o'zining mavjudligini qo'g'dashga va kafolatli qilishga tirishishdan iborat milliy masaladir. Sharq Turkiston xalqi tarixdan beri Xitoy ishg'oliyatiga qarshi turib, mustaqilligini asliga keltirish uchun tirishib kelmoqda. Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizishdagi maqsadi Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini yo'qotish va Sharq Turkistonni Xitoyning ayrilmas bir tarkibiy qismiga aylantirishdan iborat. Xitoy hukumati Xinjiang deb atalgan Sharq Turkistonni qadimgi davrlardan buyon Xitoyning ayrilmas bir tarkibiy qismi deb yolg'on tashviqotlarni o'tirg'a qo'ydi. Tarixiy xotiralarda ko'rsatilishicha, Xitoyning tashabbusi asossiz bo'lib, yolg'onchilikdan boshqa hech narsa emas. Sharq Turkiston Xitoy bilan 2000 yildan ko'proq aloqa qilgan bo'lsa-mu, azaldan Xitoyning bir qismi bo'lib boqqan emas. Sharq Turkiston xalqining mustaqillik tarixi uzun. 1884 yili Manju Chang sulolasi Sharq Turkistonga besib kirib, Sharq Turkistonni ishg'ol qilib oldi va yangi territoriya degan ma'noda keladigan mustamlika nom Xinjiang bilan atadi. 20-asrning boshlarida Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar, Mo'ng'ul, hatto Manjularni o'z ichiga olgan Sharq Turkiston xalqi Xitoy mustamlikasi va ishg'oliyatiga qarshi kurash qilib, 1933 yili 12 noyabrda va 1944 yili 12 noyabrda ikki qatim Sharq Turkiston Cumhuriyetining mustaqilligini jakarladi. Xitoy Xalq Cumhuriyeti 1949 yili 13 oktyabrda Sharq Turkistonga tajovuz qilib, 1949 yili 12 ayning 22 kuni mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetini ag'dirib tashladi. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkiston ishg'oliyatini Xinjiangni tinchlik bilan ozod qilish deb jakarlagan bo'lsa-mu, Xitoy taratqullari ishg'oliyatning dastlabki 5 yilida 150 mingdan ortiq Xitoyning dushmanining yo'qotilganligini xabar qildi. 1949 yilning oxirida Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan vaqtda Xitoylar Sharq Turkiston nufusining aran 5%-ga yetmaydi. Nufusning 90%dan ko'pragini Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va O'zbeklarni o'z ichiga olgan turk xalqlari egallaydi. Xitoyning necha 10 yil davomlashgan mustamlika va ishg'oliyat harakatining natijasida 2022 yilning oldi keyinida Sharq Turkiston nufusining 40%dan ko'pragini Xitoy tajovuzchilari, 55%ni turk nufusi egalladi. 2001 yili 11 sentabrdagi terrorlik hujumidan keyin Xitoy hukumati yer shari terrorlikqa qarshi turish urushini suiiste'mol qilib, Sharq Turkistondagi turk xalqlarining ko'pinchisining musulmon ekanligidan foydalanib, ularning erkinlik va o'z taqdirini o'zi belgilash, mustaqillik ko'rishini bo'lginchilik deb atadi. Ularning diniy jihatdagi taqvodorligini oshqunlik, shundaqla tinchlik namoyishini o'z ichiga olgan Xitoyning Sharq Turkiston ishg'oliyatiga va mustamlikasiga qarshi barliq qarshiliklarni terrorizm deb jakarladi. Xi Jinpingning kuchayishi natijasida Gitler va natsistlarga o'xshash Xitoyning milliy gullanishini ishga oshirishini jakarlashi bilan 2014 yili Xitoy hukumati va Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistondagi turk xalqlariga qaratgan irqiy qirg'inchilikni yangi bir baldoqqa ko'tardi.
2014 yılı maydan başlap atalmış xalq urushi ilib berip 3 milyondan artıq Uyghur, Qasak, Qırğız ve başka türlü xalqlarını atalmış qayta tərbiyələş mərkəzləri, yani cəza lagerlariga və türmələrə qamadı. Məcburi tərbiyələş, qıynaş, məcburi əmgəkdə seliş, əzalarını yığıb eliş, sistemlik basqınçılıq qilish və məcburi qısırlaşdırıb ötüş qatarlıq vəhşi usullarını qo'llanib irqiy qirg'inchilik yurgizdi. Musulmonlar ko'p sonliqni egallagan Sharq Turkiston davlatida jasad ko'ydirish zavodlarining qurilayotganligi to'g'risida nurg'unlagan ishonchli xabarlarmi bor. Xitoy hukumati o'zining Sharq Turkistonga taraqqiyot va zamoniylashtirish ilib kelganligini o'ttirg'a qo'ydi. Amaliyotda u faqat mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatdan boshqa narsa ilib kelmadi. Bu faqat Xitoy mustamlikachilarga foydali. Uyg'urlar va boshqa turk xalqlari chetga qiqildi, shundaqla nomrodlikqa ihtirildi. Milyonlagan Uyghur ve başka Türk halkı hazır Xitay şirketleri tarafından mecburi emgek silinmoqda. Hazırga kadar Xitay hükümeti xalqaro organlarning Xitayning Sharq Turkistondagi jinoyatlari haqida erkin, to'solg'usiz tekshirish ilib berishini rad qildi. Sharq Turkistonning xalqining da'vosi nurg'un jihatdan Yahudiylarning da'vosi va ularning Isroiliyadagi haqqoniy mustaqilligini asliga keltirish ko'rishi bilan o'xshab ketadi. Türk advokati Gülden Sönmez Hanım aylardan beri Türkiye'de yaşayotgan aile əzaları ve tuqqanları Xitay təcavüzçilərinin zulmüge uçrayotgan Sharq Turkistonliklarning Xitay təcavüzçiləri üstüden sungan arzini qabul qilib, Türkiye Cumhuriyetining qonuni bo'yicha Xitoyni jazolash, jazo lagerlari va turmalarga qamalgan Sharq Turkistonliklarni qutqizish, shuning bilan birga xalqaro mexanizmlarga murojaat qilish, xalqaroning aloqador qonunlari bo'yicha Xitoyning javobgarligini surishti qilishini qo'lga keltirish tirishchanligini ko'rsatib kelayotgan edi. Yaqinda Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik Huquq Kengashining Xitoyning ruxsati bilan Sharq Turkistonga ziyoratga borganligi sababidan Turkiyadagi Uyg'urlar 10 may seshanba kuni Guldan Sönmez xonimning boshchiligida advokatlar, muxbirlar, axborot xodimlari, chet elliklar, da'voga ko'ngil bildigan qarindoshlar va boshqa Sharq Turkistonliklarning qatnashishi bilan İstanbul Zeytinburnu'ndaki Kazlı Çeşme Kültür Merkezi'de Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Kengişi ve Birleşken Devletler Teşkilatı mekanizmlerinden Sharq Turkistonda tutqun qilingan aile əzaları ve tuqqanlarının izdirkini qilish, Xitoyning javobgarligini surishti qilishni talab qildi. Da'voga mas'ul advokat Gülden Hanım'ның bu haqdagi fikrlarini diqqatingizga sunamiz. Müvekkilimiz olan ve aileleri toplama kamplarında tutulan mağdurların yetkisiyle bir dizi hukuk mücadelesi başlattık. Bu başlangıçta Türkiye Yargı Mercilerinde toplama kamplarındaki suçların yargılanması için bir başvurumuz olmuştu. Bu sürecimiz halen devam ediyor. Ulusal mekanizmaların dışında uluslararası mekanizmalar için de bir dizi hazırlık yapmıştık. Ona bakarsanız bu hazırlıklarımız tam da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Heyeti'nin gidişinin öncesine denk gelmesi açısından isabet oldu. Şöyle ki Çin'le Birleşmiş Milletler arasında bu ziyaretle ilgili müzakereler yakın zamanda olumlu sonuçlandı. Bizim de hazırlıklarımızın bu döneme denk gelmesiyle biz heyetin hemen öncesinde başvurumuzu gerçekleştirmek istedik. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne ve yine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi bünyesindeki çalışma gruplarına, özellikle keyfi tutulmalarla ilgili çalışma grubu, yine zorla kaybettirme ile ilgili çalışma grubu, bu çalışma gruplarına müvekkillerimiz adına başvuru yaptık. Ailelerinin, mağdurların nerelerde tutulduğunu, tutuldukları kampların kapatılmasını, orada tutulan herkesin ve müvekkillerimizin ailelerinin serbest bırakılması talebinde bulunduk. Bazı müvekkillerimizin yakınları hayatlarını toplama kamplarında kaybettiler. Yani maalesef mesela bir müvekkilimin hem annesi hem babası hem kardeşleri toplama kamplarında, babası hayatını, annesi hayatını kaybetti, babasının akıbeti hakkında bilgisi yok, kardeşleri hakkında bilgisi yok. Gerçekten toplama kampları malum, yani bizim hafızamızda en son 2. Dünya Savaşı sırasındaki Hitler'in kampları şeklinde aklımızda kalmış. Yani ve bütün insanlık ailesi böyle bir kampın tekrar olabileceğini, hem de bu zamanda olabileceğini hiç düşünmüyor. Ama biz biliyoruz yani 2. Dünya Savaşı sırasında yaşananları ve hani burada aslında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Konseyi'ne ve beraberlik heyeti bir çağrıda bulunduk. Yani bütün insanlık ailesi adına, sadece müvekkiller adına değil, bu kampları doğru şekilde kontrolsüz bir ziyaretle tespit edin ve bu kampların kapatılması için gerekli girişimleri yapın.
ve kamplarda tutulan herkesin serbest bırakılması için de gereken girişimlerde bulunun çağrısı bu. Amacımız bu kamp garabetinin bütün çıplaklığıyla ortaya konup kapatılmasının sağlanması. Çünkü bir taraftan da şöyle bir endişe taşıyoruz. Çin çok fazla manipülasyon yapabiliyor, karartma yapabiliyor. Şu ana kadar 2017'den bu yana özellikle gizlemeye çalıştı ama bazı delillerle ortaya kondu. Biz bu başvurularımızla bu delilleri de Birleşmiş Milletler'e sunduk. Umut ederiz ki Çin'in kontrolü dışında serbestçe, hür iradeyle bu komisyon bir tespit yapabilir. Zaten Doğu Türkistan'ın neresini dolansalar 5 dakikalık bir dolanmayla bile bu devasa kampları ve içeride tutulan yüz binlerce insanı tespit edebilecek. Umut ederiz ki böyle bir kontrolsüz denetim söz konusu olabilir. Biz de bugün burada aslında bu başvurularımızla beraber bir çağrıda da bulunduk. Bugünden itibaren de bütün dünyadaki Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz ve onlara yönelik bu suçlara isyan eden insanlar sosyal medyada bir hashtag çalışmasıyla Birleşmiş Milletler'e bu çağrıyı sürdürecekler. UN Rescue Our Families hashtag ile aslında bir taraftan BM heyetine sizi takip ediyoruz, lütfen hakikati bulun çağrısı yapacaklar. Uyg'urlar uchun xolis xizmat ko'rsatayotgan Guldan Sönmez xonimning tirishchiligiga rahmat aytamiz. Turkiya hukumati qonun bo'yicha Xitoyni jazoga torta oladimi? Buni bir tarafga qo'yib turayli. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti haqiqatni ko'ra oladimi? Xitoy ziyoratga ruxsat berishdan burunla Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ziyoratining do'stona bir ziyorat bo'lishi Xitoyni ayblashni maqsad qilmasligini oldingi shart qilmadimi? İnsafsızlık ve aldamçılıkta dünyada o'xshashi bo'lmagan Xitoy insonning aqliga kelmaydigan choralarni qo'llanib, yuchuqlarni etmasmi? Ziyoratni qabul qilgan xalq Kompartiyani maqtashdan boshqa narsa so'zlay oladimi? Xitoy allaburun jazo lagerlari va turmalarni asta-asta bo'shatishga boshladi. Agar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari kengashining bu qatimqi ziyorati ochiq va to'solg'isiz elib berilmay, xalqaroning andisiga javob berishni maqsad qilgan bir ziyorat bo'lganda, bu Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini oqlashga yordam beradi va Xitoyni texmo jasoratga ega qilib, Sharq Turkistonda xohlagancha irqiy qirg'inchilik, ishg'oliyat siyosatini davom qilishning yo'lini ochadi. Xitoy vaziyatga qarab ish tutadi. Buning Sharq Turkiston va xalqiga elib keladigan ziyni og'ir bo'ladi. Biz yana shuni qayta ta'kidlaymizki, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy kengashi ziyorat jarayonida bir necha Uyg'urni o'z ichiga olgan mustaqil kuzatuvchilarni birlikda elib berib, mustaqil doklad tayyorlash imkonini sunishi, Xitoyning oldini ola turli tayyorliqlarni qilib, oldi talaydiganligini nazardan qilchimi saqit qilmasligi. Bu ziyoratning 1944-yildagi Qizil Kirist jamiyatining Gitlerning nazi kamplarga qilgan ziyoratiga o'xshab qolmasligini umid qilamiz. Eng oxirida shuni qayta ta'kidlaymizki, Xitoy Sharq Turkistondan chiqib ketib, Sharq Turkiston mustaqilligini asliga keltirmaguncha Sharq Turkiston xalqi zulm va irqiy qirg'inchilikdan qutula olmaydi. Xalqaradagi davlat hukumatlari va tashkilotlardan Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan vahshiylikni, irqiy qirg'inchilik, Sharq Turkistonni Xitoy tarafidan besilingan davlat deb e'tirof qilishini talab qilamiz. Shuning bilan bir vaqtda Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Xitoyning jinoyatini tekshirib jazolash uchun besim qilishga chaqiramiz. Hurmatli ko'ruvchilar, bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.